Assalomu alaykum, Qorinboy aka-ukalar. Dushanba kuni boshlayman. Yomg'ir tinsa boshlayman deb sport bilan shug'ullanmay yurgan akalar, ukalar. Shug'ullanish vaqti kelmadimikan? Sharoit deb 30 ga ham kirdik. Sharoit o'zimiz shukur qilishda o'rganmaganimizcha to'g'ri bo'lmaydigan narsa ekan. Men shuni 30 ga kirib tushunib yetdim. Bugun sanamiz 2026-yil 20-mart sanasi. 40 kun ichida o'zimga o'zim va'da berdim. Qilgan mashqlarimizni ham qo'yib boramiz. 6 kilogramm kamida ozishga, 50 ta ajumani va 15 ta turniket tortinishga va hamma videolarni qilib ijtimoiy tarmoqlarga inshaalloh joylaymiz. Hozir necha kilo ekanligimizni sizlarga ko'rsatamiz. Avisimiz 113 kilo. Qiladigan mashqimiz begoviy doroshkada yugurish. 3-4 kun davomida faqat yuguramiz, chunki organizm sostavlar o'rganish kerak bo'ladi. Bu vazifani siz ham qabul qilishingiz mumkin. Birgalikda o'z tanamizni kuchaytiramiz.